Do'stlar, va nihoyat mana safarimni 114-kunni ham boshlab oldim. Men ertaga yo'lga chiqmoqchi bo'lib turganimda, hozir Abu Dabida bir oshxonada, o'zbek oshxonada mana bu akamiz, assalomu alaykum. Va alaykum. Afrikalik ekan, Afrika. Hozir bular meni kuzatar ekan, meni taklif etdimmi? Kuzatadi bular. Ismini qo'ying. Kuzatadi. Xullas do'stlar, hozir zo'r voqea bo'ldi. Bular seni kuzataman. Men sen bilan ketsam bo'ladimi deyapti. Shunaqa dedimi? Shunaqa dedi. O'shadan beri shu borimiz kuzatib borar ekan. Lekin do'stlar, bular xristian ekan, bular islom dinini qabul qilish kerak-da men bilan borish uchun. Do you accept Islam? Yes, I do. Точно? Do'stlar, islom dinini qabul qilaman deyapti. To'g'ri, islom dinini qabul qilish kerak, to'g'ri, Makkaga borish uchun. Ayting bularga tushuntiring. Ertaga agar juma, ertaga jumada ana kalimani keltirib qabul qilamiz. Rozimikan? Chin dildan faqat. Of course. Yeah. 100%. Islom. Allah yuraverek boramiz. Piyoda. Bo'ldi do'stlar, kuzatib turinglar, mana hozir bularni afrikalik yurtdoshimizni men tilla olib ketmoqchiman, lekin hozir bular xristian ekan. Islom dinini qabul qilsa, mana shuncha vatandoshimni oldida va'da beraman, olib ketaman. Ayting, inshaalloh olib ketaman. Inshaalloh. 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 You going with him? Inshaalloh. Qanalloh. Ketamiz, bo'ldi. Davay. Ketdi, erta kutinglar do'stlar.